Bu apparatni ko'pchilik ustalar nimaga ishlatishni bilmaydi. Agar bilganlarda har bitta stolni ish qurollarning ichida bo'lardi. Bu apparat bilan mana shu temirimizni kesasan, ishonasizlarmi? Ishoninglar, kesadi. Ishlatib ko'rsatib beramiz hozir. Bismillah. Temir qaranglar, qalinligini. Endi mana taxtani kesib ko'ramiz. Temir kesilgan arra bilan. Bu buni har xil nasabkalari bor. Taxta uchun bemalol to'sillarga kesishlar mumkin. Hamda pena bloy uchun. Ko'rishlar mumkin. Xo'p, shunaqa apparatni attiga 500 ming so'mga ish qurollar ichida bo'lishini istaysizmi? Istasangiz Elor Holding keling, xarid qiling.